Assalomu alaykum. Men oliy toifali nevrolog Turg'un Mamxoya Erkinaliyevna. Bugun sizlar bilan o'tirg'ich nervi neyropatiyasi to'g'risida gaplashamiz. O'tirg'ich nervi neyropatiyasi o'tirg'ich nervi zararlanishi natijasida paydo bo'ladigan bel oyoqlarda og'riq, oyoqlarda karaxtlik, zaiflik va uvishish bilan kechadigan kasallikdir. Aholi orasida uchrash ehtimoli 1% dan 5% gacha tashkil qiladi. Og'ir jismoniy mehnat bilan shug'ullanuvchilar, uzoq vaqt o'tirib ishlaydiganlarda esa 10% gacha uchraydi. Ko'proq 30-50 yosh orasida uchraydi. Ayollar erkaklar orasida deyarli bir xilda uchraydi. O'tirg'ich nervi inson tanasidagi eng uzun va eng yirik periferik nerv bo'lib, diametri 1 sm gacha keladi. O'tirg'ich nervi bel dumg'asi segmenti oldingi ildizlardan tuzilgan bo'lib, kichik chanoq bo'shlig'idan quymish teshigi orqali tashqariga chiqadi. Dumba ostiga o'tib, sonni orqa yuzasi bo'ylab pastga yo'naladi. Tizza osti chuqurchasining yuqori burchagida u ikki qismga bo'linadi. Katta boldir nervi nervus tibialis va kichik boldir nervi nervus peroneusga bo'linadi. Katta boldir nervi nervus tibialis bevosita o'tirg'ich nervining davomi bo'lib, boldir orqa sathi bo'ylab boldir mushaklarini yuza va chuqur qavatlari orasiga tushadi. Katta boldir nervining vazifasi oyoq panjasi barmoqni bukuvchi va oyoq panjasini ichkariga aylantiruvchi mushaklarni nerv bilan ta'minlaydi. Sezuvchi qismi esa boldir orqa yuzasini, oxirgi falangalar tashqi tomonini sezgi bilan ta'minlaydi. O'tirg'ich nervi neyropatiyasining sabablari bel dumg'asi umurtqa muammolari, osteoxondroz, disk churrasi, kichik chanoq bo'shlig'i a'zolari yallig'lanish kasalliklari, o'tirg'ich nervi hajmli jarayonlari, absses, qandli diabet, periferik neyropatiya, jarohatlar va travmalar, og'ir jismoniy mehnat, qon aylanish muammolari va kuchli sovqotish sabab bo'lishi mumkin. O'tirg'ich nervi neyropatiyasiga olib keluvchi xavf omillari semizlik, doimiy nagruzga tushib turuvchi ishda ishlash, og'ir jismoniy mehnat qilish, qarilik, vitamin va minerallar yetishmovchiligi, o'tkir va surunkali intoksikatsiya bo'lishi mumkin. Kasallikning rivojlanish mexanizmi. Birinchisi mexanik yoki toksik shikastlanish. Buning natijasida nerv aksonlari va miyelin qobig'i zararlanadi, impuls o'tishi buziladi. Bu sensor va motor faoliyatini pasayishiga olib keladi. Ikkinchi bosqich ishemiya va gipoksiya bosqichi. Bu nerv to'qimasida gipoksiyaga olib keladi. Natijada erkin radikallar ajralib chiqadi. Bu nerv to'qimasi degradatsiyasiga olib keladi. Uchinchi bosqich yallig'lanish va neyrofiziologik o'zgarishlar bosqichi. Bunda yallig'lanish atrofida sitokinlar va makrofaglar faollashish natijasida demilinizatsiya bo'ladi. Bu og'riq va paresteziyaga olib keladi. To'rtinchi bosqich neyron to'qimasini fibrozi va tiklanish bosqichi. O'tirg'ich nervi neyropatiyasi lokalizatsiyasiga qarab lumbosakral, gluteal, femoral va popliteal turlarga bo'linadi. Kasallikning sababiga ko'ra kompressiv, travmatik, toksik, autoimmun va infeksion turlarga bo'linadi. Kasallikning belgilari ko'pincha bir tomonlama yoki ikki tomonlama bo'lishi mumkin. Kasallik beldan, quymichdan oyoqqa tortuvchi og'riqlar, oyoqda quvvatsizlik, uvishish, muzlash, sovqotish hamda oyoqda chumoli yurganga o'xshash hissiyotlar bilan kechadi. Kasallikning diagnostikasi rentgenografiya, bel umurtqalari, kichik chanoq a'zolari hamda oyoqlar rentgen qilinadi. Kompyuter tomografiya suyak to'qimasidagi o'zgarishlarni aniqlaydi. Magnit rezonans tomografiya bu yumshoq to'qimalardagi o'zgarishlar, diskdagi o'zgarishlar, churralar bor yo'qligi hamda oyoqlardagi yumshoq to'qimalardagi o'zgarishlar aniqlanadi. Kichik chanoq bo'shlig'i a'zolari UZI tekshiruvi. Elektroneyromiografiyada periferik nerv zararlangan yoki yo'qligi aniqlanadi. Kasallikning differensial diagnostikasi asosan bel umurtqasidagi kasalliklar. Bular spondilolistis bilan differensiatsiya qilinadi. O'xshashligi spondilolistisda ham bel oyoqlarda og'riq bo'ladi. Farqlari rentgenda bel umurtqalarida siljish kuzatiladi. Hamda og'riq ko'proq oyoqlardan ko'ra belda kuchliroq og'riq bo'ladi. Diabetik neyropatiya bilan differensiatsiya qilinadi. Diabetik neyropatiyada asosan og'riq ikki tomonlama bo'ladi. Oyoqlarda uvishish, muzlash hamda qonda qand miqdorining yuqoriligi elektroneyromiografiyada hamma periferik nervlar zararlanganligi kuzatiladi. Bundan tashqari, oyoq qon tomirlari trombozi hamda boshqa periferik arteriyalar kasalliklari bilan differensiatsiya qilinadi. O'xshashligi ikkalasida ham bel oyoqlarda og'riqlar, uvishish, muzlash kuzatiladi. Tekshiruvlarda dopplerografiyada tomirlarda o'zgarish aniqlanadi. Oyoqlarda sovqotish hissi, temperaturani ikki xilligi kuzatiladi. Davolashda asosan ortopedik rejim tavsiya qilinadi.
nosteroid yallig'lanishga qarshi preparatlar, kortikosteroidlar, vitaminlar, miorelaksantlar hamda davolash gimnastikasi, fizioterapiya, UVC, elektroforez, magnitoterapiya tavsiya qilinadi. Ba'zi holatlarda og'riq kuchli bo'lgan holatlarda kuchli analgetiklar hamda antikonvulsantlar ishlatiladi. Agar kasallik vaqtida davolanmasa, asoratlar kuzatiladi. Bu asoratlar oyoq mushaklarida atrofiyalar, oshqozon-ichak faoliyatida buzilishlar, uyqu buzilishlari, ayollarda menstrual sikl buzilishlariga olib kelishi mumkin. Kasallikni oldini olish uchun bemorlarga doimiy fizik aktivlik, jismoniy mehnat bilan shug'ullanish, bel mustahkamligini oshiruvchi mashqlar bilan shug'ullanish, ortiqcha vaznni nazorat qilish, sovuqdan saqlanish, qon aylanishini yaxshilovchi massaj, fizioterapiya usullaridan foydalanish tavsiya qilinadi. Kasal bo'lmang, sog' bo'ling.